Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi temamiz surunkali tanzilit. Surunkali tanzilit bu bodomcha bezlarining surunkali yallig'lanishi. Buni ko'pchilik oddiy kasallik sifatida ko'radi, lekin bu kasallikni agar vaqtida davolanmasa, bu organizmga jiddiy asoratlar berishi mumkin. Agar surunkali tanzilit kasalligini vaqtida davolanmasa, bu quyidagi asoratlarni keltirib chiqaradi. Surunkali tanzilit kasalligining eng ko'p uchraydigan asoratlaridan bittasi bu qo'l-oyoq bo'g'imlariga beradigan revmatizm kasalligi. Unda qo'l-oyoq bo'g'imlarida shish, og'riq kuzatiladi. Undan keyingi asoratlaridan bittasi bu yurak klapanlarini ishdan chiqaradi. Ularga beradigan asoratlar, keyingi asoratlari buyrakka beradigan asoratlar, ya'ni buyrakdagi siydik ajratish funksiyasini buzadi. Undan keyin kamroq uchraydigan, ayniqsa bolalarda ko'p uchraydigan asoratlardan bittasi bu kichik xoreya belgilari. Bunda markaziy nerv sistemasining zararlanish belgilari bo'ladi. Bunda ko'z muskullarini pirpiratish, yuz muskullarining mimik uchish holatlari kuzatiladi. Va undan boshqa asoratlardan yurak tez urish, taxikardiya belgilari va boshqa shunga o'xshagan boshqa asoratlari mavjud. Surunkali tanzilit kasalligini qanaqa davolaymiz? Surunkali tanzilit kasalligi ikki xil yo'l bilan davolanadi: konservativ yoki operativ yo'l bilan. Konservativ davolashda 1 yilda 2-3 martagacha qaytalasa, oyoq, qo'l bo'g'imlari tarafdan revmatizm, buyrakka asorat bermagan bo'lsa, bunda konservativ yo'l bilan, ya'ni dori-darmon yo'li bilan, fizioterapiya yo'llari bilan davolanadi. Agarda paratanziliarniy abses belgilari kuzatilgan bo'lsa, oyoqqa, yurakga, buyrakka asorat bergan bo'lsa, bunda endi operatsiya yo'li bilan, ya'ni tanziloektomiya amaliyoti o'tkaziladi. Undan keyin bemor bu kasallikdan butunlay qutuladi. Xulosa qilib aytganda, surunkali tanzilit kasalligini o'zidan ko'ra asoratlari xavfli hisoblanadi. Bunga bee'tibor bo'lmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.